Men Boyot mahallasidan Zo'laboyeva Sarvinoz 10 million kredit chiqartirganman. Shu 10 million kreditni chiqartirib, o'z shirinlik ishlarimni yo'lga qo'ydim. Hozirda shirinliklarni qo'ni-qo'shnilarga, to'y marosimlarga, zakazlarga pishirmoqdaman. Bank xodimlariga rahmat. Kelajakda bu ishlarimni yanada rivojlantirib, 50 million, 60 million daromadga olib chiqmoqchiman. Kreditlarni ayni damda o'z vaqtida to'layapman. Mahallamizni endi yosh qizlaridan shogirdlar olib, Xudo xolisa mana shu ishlarimizni yanada kengaytirish niyatimiz bor.